Kislorod. Hop. Mhm. Toping. To'g'ri. Bolalar 2 metil butadian 1-3. Yana bir nomi nima edi? Tarixiy nomi. Izopren deymiz, to'g'rimi? Umumiy empirik formulasi S5H8 holatda yoziladi. Buni kislorodda yondiradigan bo'lsak, karbonat angidrid va suv holatda yozib olaman. Reaksiyani tenglaymiz bolalar. 5 ta uglerod bo'lgani uchun karbonat angidrid yoniga 5, vodoroddan 8 ta bo'lgani uchun 2 ga bo'lsak, suv yoniga 4 qo'ysam, o'ng tomon reaksiya mahsulotlari teng. Endi kislorod sarflangan kislorodda koeffitsient topib olaman. 5 kira 2 10, 4 ni qo'ysa 4 kira 1 4, 14, 2 ga bo'lsa 7 holatda yozib olaman. Bolalar, aralashmani yonishdan 71,4 gram karbonat angidrid hosil bo'ldi. Ortib qolgan alkaden deyilyapti. To'liq gidrogellanish uchun 2,4 gram vodorod sarflangan bo'lsa, boshlang'ich uglevodorodning umumiy miqdorini toping. Endi qaranglar bolalar, miqdorda so'ragan 1 mol uchun umumiy karbonat angidriddan 5 ta 44 ga ko'paytirsanglar 220 gram bo'ladi. Masalan, sharti bo'yicha 70,4 gram hosil bo'lgan. 0,32. Izopren, ya'ni 2 metil butadian 1,3 kislorodda yongan deb topamiz. Hisoblanglar. 70,4 ni 1 ga ko'paytirib 220 ga bo'linglarchi. Ha bolalar, necha kelib chiqdi? Ha, 0,32 kelib chiqdi. Endi qaranglar bolalar. Ortib qolgan alkadenni to'liq gidrogellanish uchun 2,4 gram vodorod sarflangan. Demak, mana shu alkaden izopren S5H8 gidrogellanganda to'liq to'yingan uglevodorod, ya'ni alkanni hosil qiladi. Bu S5H12 pentanga to'g'ri keladi. Tenglash uchun 2 qo'ysam reaksiyamiz teng. Endi 1 mol uchun 2,4 gram vodorod sarflansa, biz masalan sharti bo'yicha 2,4 gram sarflandi deyilyapti. Qancha gen gidrogellangan deb topamiz. 2 4 ni 1 ga ko'paytirib 4 ga bo'lsak, bizda 0,6 mol izopren, ya'ni 0,92. alkaden bo'ladi. Jami miqdorlar hisoblaymiz bolalar. 0,32 moli, mana miqdor holatda yozib qo'yaman. 0,32 moli kislorodda yongan, yonishdan hosil bo'lgan 70,4 gram demak, va 0,6 moli gidrogellangan deb olishimiz kerak. Jami qo'shinglarchi, 0,6 ga 0,32 ni qo'shsak, 0,92 mol kelib chiqadi. Javobimiz mana S javobga to'g'ri keladi. Savollar bormi? Keyin savolga o'tavray demak. Demak bolalar, keyingisi 44-savol. Xo'p, Nasrulloh 44 ni o'qing. Eshitamiz. Xo'p, meni ovozim bormayapti shekilli, mayli o'zim o'qiyman. 44 6 litr 2 metil butadian 1,3 unga nisbatan mol miqdorida olingan kislorod yondirildi. Hosil bo'lgan suv bug'i kondensatlandi. Qolgan gazlar aralashmasi 45 litrni normal sharoitda tashkil qilsa, reaksiya uchun olingan kislorodning umumiy hajmini litrda toping deyilyapti. Demak, bolalar 2 metil butadian 1,3 mana izopren tayyor yonish holatini yozib qo'ydim. S5H8 yonish uchun 7 molekula kislorod, buni hosil qilyapti 5 molekula karbonat angidrid va 4 molekula suv holatda yozib olsak bo'ladi. Demak, litrda hisoblaymiz bolalar. 1 litr uchun, misol uchun 1 mol uchun 1 litr deb hisoblasak, bundan 7 litr sarflanadi deb olamiz. 1 mol uchun. Biz masalan shart bo'yicha 6 litr uchun qancha deb hisoblaydigan bo'lsamda 42 litr sarflanadi va hosil bo'ladigan karbonat angidrid suv bug'lari kondensatlandi, ya'ni chiqib ketdi. Hosil bo'lgan gazimiz karbonat angidrid gazi. Buni ham 5 litr deb olamiz. Litrda oladigan bo'lsak, 6 kira 5 30 litr bo'ladi. Endi biz masalan shart bo'yicha qolgan gazlar 45 litr edi. Umumiy bizda karbonat angidrid gaz bo'lib chiqib ketdi. Bundan 30 ni ayiradigan bo'lsak, qolgan 15 litri kislorodga qoladi. Bizda kislorodda 42 litr edi. Umumiy kislorod hajmini hisoblash uchun 15 ga qo'shib olaman 42 litrda. Qo'shinglarchi necha kelib chiqadi demak? 15 ga 42 ni qo'shsak
57 litr kelib chiqadi. Mana javobimiz B javobga to'g'ri keladi.